Taklif etamiz. Marhamat. Otalar bolam deb kuyib o'tganlar, yurtni bizdan ko'proq suyib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saramjon qiling, yurtning otasiga onson tutganlar. Hey, 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 hey. Biz bilmagan xavfga to'g'anoq bo'lgan, el dardida yurak bag'ridoq bo'lgan, o'ylamang davr surgan sulton shoh bo'lgan. Yurtning otasiga onson tutganlar. Hey, 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 hey. Oyoq ostida cho'g', boshida qilich, ko'nglining tubida ozodlik ilinj. Siz o'sha kunlarni eslaysizmi hech? Yurtning otasiga onson tutganlar. Otalar bolam deb kuyib o'tganlar, yurtni bizdan ko'proq suyib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saramjon qiling, yurtning otasiga onson tutganlar. Kimdir hamon mudirar ochiq ko'z bilan, to'rt kellang uyg'oting to'g'ri so'z bilan, sinovlardan o'tsin yorug' yuz bilan. Yurtning otasiga oson tutganlar. Kenaga turishganning joni bir biling, siz ham xalq deb o'zni safarbar qiling. Tomoshabin bo'lmang, yoning intiling. Yurtning otasiga oson tutganlar. Davlat timsoli u zoti muhtaram, nurli siymosida O'zbekiston jam. Dunyo ko'zi bizda ko'z ochingsiz ham. Yurtning otasiga oson tutganlar. Otalar bolam deb kuyib o'tganlar, tinch bo'lsin olam deb kuyib o'tganlar. Siz bitta hovlini sarishta aylang, yurtning otasiga oson tutganlar. Tutganlar, onson tutganlar. Yurtning otasiga onson tutganlar. Xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Posiljonov. Ziymalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana assalomu alaykum. Bizda shunaqa. Mana. O'zingni ovozingni o'zing eshitalmaysan. Nega? Chiqib turardi-yu. Chiqadi, xotirim hamma eshitib turibdi. Butun O'zbekiston eshityapti. Tu O'zbekiston eshitib turibdi. Charchamayapsizlarmi? Ishlayapsiz. Marhamat, Rahmat. ko'rsatsangiz Endi bo'ladi. Shahriyorga assalomu alaykum. Hammanglarga yaxshi kayfiyat, sihat, salomatlik tilayman. Shu fursatdan foydalanib hammanglarga sihat, salomatlik tilayman. Shahriyor, savolim bor-da. Ha. Ani bitta akta va pastdan bariton ovoz qanaqa menda? Yaxshimi? Bormi? Yo'q-a menda. Endi Sizda taqsir ustoz sizga ana shunaqa bir gapirish ham hislat- bariton-da bunda. Ana. Sizda havas bir shunaqa qilaman. hislat borki, ichingizda nur bor. Bu nurni hech qachon yo'qotmang. Rahmat. Sizga nima qilsangiz ham yarashadi. Bilaman, siz Rahmat. hech qachon yomon narsalar qilmaysiz. Rahmat. Faqat yaxshilik ravo ko'rasiz. Ashula yoqdimi? Ashula Zo'rmi? Ofarin. Rahmat. so'z Bu endi ayrim insonlarga bag'ishlangan. Endi bu O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning qalamlariga mansub she'rdan foydalandik. aka endi mana shunaqa katta Mana shoirlardan o'syapti. O'syapti mana. Mana baraka top bo'lar ekan. Faqat Yusufga qo'l Yo'q, uryapti. endi unaqa she'rlarga murojaat qilish обязательно katta bo'lish kerak emas ekan o'zi aslida. O'sha yoshlikdan murojaat qilsak ham
Bo'ladi. Endi shoirlarga murojaat qilib, shu xalq shoirlari bilan birga. Hey. Siz endi Men sizga tug'ilganingizdan necha xuddi marta bir, aytdim. yo endi bularchi tug'ilganlaridan xuddi bir xalq shoiri bilan ishlagandek. Ha. O'zingizni nechta she'rlaringiz? Yaqingacha ahad qayddan foydalanadi. Ana. Boya bizni gapimiz qolib ketdi. Mana Shahriyor bilan qilgan duetimizda eshitdingizmi? Ha, eshitdim, zo'r bo'lgan. Siznikidan ham zo'r bo'lgan. Yaxshi. Menga rasmikasim yo'qdi. Men qarang, Yo, men adolatni qarang-da. Ashularni men aytyapman-da. Lekin ordenni Shahriyor olyapti. Yo, to'g'ri-da. Buni joyi chiroyli chiqqan. Shuncha narsasi bo'lib turib, yana